Assalomu alaykum. Uchqun avtoservis kanalining muxlislari. Mana bugungi ishimiz yana bitta Avarenne Lacetti avtomashinasi. Bu avtomashinamizni videolarini ko'rdingizlar. Bu katta tezlikda manual qilaman deb avariya holatiga uchragan, dumalab ketgan to'g'rirog'i. Mana mashinamizning holatlari, kuzovi butunlay yaroqsiz holatda desak ham bo'laveradi. Mana mashinamizning motorlarini yechib olib, radiator salon qismlarini bir boshdan yechib bo'ladigan yaroqli detallarini ishlatamiz. Yaroqsizlarini o'rniga yangi detal qo'yib mashinamizda yig'ib olamiz. Mana tomlari ham pacha bo'lib ketgan. Motorlarni yechib olamiz. Podushkalari uzilgan, qolgan joyi holati yaxshi ekan. Xo'sh, ana mashinamizdan motorni yechib oldik. Ana endi qolgan qismlarini sekinlik bilan yechib yangi kuzovimizga o'tkazamiz. Mana torpeda holati yaxshi holatda ekan. Buni zibora holatda yechib oldik. Mana mashinamiz shu holatda. Mana kuzov qismimiz podgon ishlari bormoqda hozir. Mana tayyor bo'yalgan kapot oldik. Bamper oldin orqa. Kuzovimiz zavoddan bo'yalgan. Mana detallarimiz hammasi yangi gruntovka holatda olib keldik. Ana endi bularni kraskalarni sepib olamiz. Mashinamizda oldin bir podgon qilib, petlilarni joyini aniq qilib yig'ib ko'rdik. Krilolari, eshik zazorlari hammasi zo'r holatda. Mana eski kuzovimiz endi metallomga ketadi. Mana kraska sepish, parashok sepamiz hozir. Ustidan keyin laklarni sepib olamiz. Yangi detalga yaxshi chiqadi. Bu qora rangli mashinalarga detallarni iloji boricha hammasini yangi qo'ygan ma'qul. Nimaga deganga, bu ozgina o'sha valna yoki ozgina bir nimani ham ko'rsatadi-da, bilinadi bu. Yaltirab turganligi sababli yaxshi chiqmasligi mumkin shpaklovka qilingan detallar. Mana laklari ham sepib olindi. Holatlari yaxshi holatda. Bitta ikkita chang tushgan. Bu polirovka qilganga nasib bo'lsa ketadi bular. Mana petlilari hammasi eshikda o'ziga qotirib sepilgan. Mana krilolarimiz ham laklari sepib olindi. Shagranlari hammasi, yaltirashlari hammasi yaxshi holatda. Original laklardan foydalanildi. Mana kichik detallarigacha hammasi yechib olib, bir boshdan sepib chiqilyapti. Mana holatlari yechilgandan keyingi holati. Mana endi mashinamizni yig'ishni boshladik. Mana detallarni qo'yib oldik, torpedalarni o'rnatdik. O'shana ABS, tormoz silindrlar, uloy kolonka, qolganini suv bachoklar hammasi o'rnatildi. Mana motorimiz bu yerda turibdi. Mana endi motorimizni o'rnatib olamiz. Motorimizning holatlari yaxshi ekan. Egalari aytishi bo'yicha remont qilingan ekan. Maslahat yemaydi deganlari uchun motorni ochib o'tirmadik. Mana mashinamizni yig'ish jarayoni davom etmoqda. Ana motorlari yaxshi joyga o'rnashdi. Xo'sh, elektrobloklari o'tkazildi.
Mana polni shu holatda, ochiq holatda shumka qilib oldik. Polni detallarni hammasini bir martaga elektrooborot ishlari bormoqda. Mashinamizni endi bir zavod qilib olamiz. Keyin yana qolgan diska, yana melchovka narsalarni almashtirib olamiz. Xo'sh, mana mashinamiz laboylari o'rnashdi. Orqa oldin. Eshik zamoglari hammasi, faralari hammasini o'rnatib oldik. Ablisovka bamferlarini o'rnatib, mana mashinamiz tayyor holatga kelib qoldi. Oynalari, bokovoy oynalari, ana barxitlari hammasi yangi qo'yildi. Diskalar ham Gentra diskalardan qo'yildi keltirib. Ana endi mashinamizning ichki qismlari, mana torpeda, obshivka qismlariga ham o'zgartirish kiritdik. Obshivkalariga yangi chexollarni tikib, yaxshi holatda ketdik. Mana mashinamiz tayyor holati. Tonirovka ruxsatlari, hujjatlarni hammasi tayyor qilib, mana mashinamiz yig'ib chiqildi. Mana ichki holatlari, salonlari, airbaglari o'tmagan ekan. Urilmaganligi sababli dumalab ketgani uchun mana yangi chexollarni o'rnatib, egasiga borgancha chexollar kirib bo'lmasligi uchun salafonlarini ham taqib qo'ydik. Mana patolog qismlarini ham qoraytirib, chiroyli qilib qo'ydik. Mana motor qismiga kelsak, mana motorimizni ham moyka qildik, yaxshi holatda, faqat yana chang bo'lgan ozroq. Yurishlari, ishlashlari hammasi yaxshi. Mana mashinamizni ko'rinish holati. Bir tekisda detallarimiz yangiligi uchun chiroyli chiqdi. Mana tonirovkalarni ham yaxshisidan urib qo'ydik. Mana umumiy ko'rinishi. Mashinamizga baho berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Lacetti'ni Gentra qilish yoki shunaqa ishlar kerak bo'lsa, Uchqun avtoservis kanaliga murojaat qilinglar. Mana mashinamizga ketgan xarajatlar. Mana bu tonirovkasi 2 million ruxsat olingani va tonirovka qilingani, ana kuzov zamin, o'sha gayga raklab to'lab kuzov zamin qilish, yana qolgan ana hujjatlariga ketgan, ana bu kraska material, usta haqqi hammasiga ketgan xarajatlar mana shu $3,5 plus minusga borib qoldi. Avariyni Lacetti olib Gentra qilib tayyorlab minaman deganlar yoki avariyni Lacetti sotaman deganlar bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqavering, kelishilgan narxlarda olib qolamiz. Hammaga rahmat.